Ha, o'g'lim, ota bo'lish oson emas. Sen mahallam boshli do'konga borib kel. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling Doniyor Aka, bek. yaxshimisiz? Rahmat. Savdolar bo'lyaptimi aka? Rahmat, shukr. Aka, biz so'rash bilan keldim, ammo borini gapirasiz. Tepa mahalladagi Bobur yaxshi taniysiz, a? Sizdan Taniyman. savdo qilib turadi. Taniyman. Pastki mahalladagi Jahonni ham yaxshi taniysiz aka. U ham taniyman. sizga kirib savdo qiladi. Aka, shu ikkovisidan qaysi biri sizdan ko'proq onamga deb savdo qiladi aka? Jahon do'konga nima yangilik kelsa, har kuni onasiga olib kiradi. Puli bo'lsa-yu, bo'lmasa yozib qo'ying aka deydi, olib kirib ketadi. Bobur bo'lsa 3 kunda bir singlisiga bozorlik qiladi Doniyorbek. Onasiga 10-15 kunda bozorlik qiladi. Davlatim borib keldim. Jahongir har kuni ota-onasiga nimadirlarni olib kirib ketar ekan. Puli bo'lmasa ham, yozib qo'ying deb bo'lsa ham olib kirib ketar ekan. Bobur menga yoqmagandi, dada, o'zi boshda ham. 15 kunda, 10 kunda bir ota-onasiga nimadir olar ekan, lekin 3 kunda bir albatta singlisi uchun nimadir olib ko'rgan borar ekan. Savolimga javobni oldim o'g'lim. Qizim baxtli bo'lishiga shubham yo'q. Singlingni Boburga beramiz. Nimaga dada? Bor ota-onani ko'nglini shod qiladigan, o'tib ketgan ota-onalarni ruhini shod qiladigan amallardan biri bu o'g'illari ikkita non olib, qizini ostoxonasiga borib yo'qlab kelganidir. O'g'lim, har kuni shashlik olib kelgin, menga agar singlingni yo'qlamasang, meni qalbim seni roziman deb urmaydi senga. Lekin meni ehtiyot qilma bolam. Singlingni holidan xabar olib tursang, qalbim roziman deb uradi bolam. Shuning uchun ota-ona uchun emas, singil uchun donni bosib o'tsa bo'lar deb qo'yilgan bolam. Singlisini duosini olib, ota-onasini roziligini olgan Bobur meni qizimni baxtli qiladi. Qizimni bersam, faqat Boburga beraman. 8 jannat eshigin qulfin ochib, dada sizga jannat sovg'a qilaman.